Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari, hurmatli obunachilar. Mana bu Samarqand viloyati Tayloq tumani Juma bozor mol bozoridan qo'nochilar qatorida video syomkani boshlaymiz. Mol olmoqchimisiz? Videoni oxirigacha ko'ring. Mana bugun bozorda to'la odam gavjum mollar ham ko'p. Yaxshi-yaxshilarni ko'rsatishga harakat qilamiz sizlar uchun. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Sizlar uchun ko'rsataveramiz. Mana shu yerda yaxshilari bor ekan. Shu yerdan boshlayardik videoni. Aka, nech puldan aytyapsiz bular? 16 dan. Nech pul qildi bozor? Bozor 15 qilyapti, 15,5 deyapti, 16 dan deyapti. Nech puldan bular? 16 million kami. 16 kami bor. Bular ham 16 dan kami bor deyapti. Bunisimi? 17 kami bor ekan bunisini. Bo'ylari 1 metr oshiq. 1.10, 1.20 atrofida. Hadi aka. Hoş. Nech pul bo'ldi bular? Aka bular 10 million 300 ming bo'ldi bir joyga. Nechta? 3tasimi? Молодец. Mana jiyan javobdi. Nech puldan aytyapsiz bular? 16 dan, ha? 16 dan baho qo'yilyapti. Nech pul qildi? 13 million 700 savdosi o'tdi mana shunisini. 16 dan baho aytilgan. 1 metr oshiq bo'ylari. Nega gayini gapirma. Savdosi bo'lyapti hozirda. Savdoni ustidan olamiz. Mana shu xonojin savdosi bo'lyapti. Hamda birinchi qo'lga Nech pul baho aytdingiz aka bunga? 16 baho qo'yapmiz. Ha. 14 200 ga bermayapmiz. 16 million baho qo'yilgan. Videoni sal pastroqda, mana shunday qilib olib. 16 million bahosi aytilyapti ekan. Savdosi bo'lyapti. 2 bo'libchi. 14,5 savdosi qilyapti ekan. Mana shu xonojinda. Instagramgami? Savdosi bilan. YouTube'ga qo'yamiz, YouTube'ga. Yana savdosi. Savdoni ustidan olamiz. Aka, nech pul baho aytyapsiz? Nech pul so'rayapsiz? 20 million aytilyapti ekan, 17 million 200 mana shu savdosi bo'lyapti. Mana shu savdo qilyapti, mana shu xonojin. 20 million baho aytilgan, 17 million 200 savdo qilyapti. Shunday navbatda tushma, yaxshilik qilgan. Boshida tushma. Nech pul baho aytyapsiz? Nech pul qildi bozor? 18 million baho aytilgan ekan. Bozor 16,5 qildi mana shu xonojinda. Nech pul buni bahosi bu? Nech pul? 22. Nech pul qilyapti bozor?
22 milyon baho aytilyapti ekan. 20 milyon qilibdi mana shuni bozor. Olindimi bu? Necha pul baho aytilgan, necha pul so'rayapsiz? 22 milyon baho qo'yilgan ekan. 18 milyon so'rayapti ekan mana shu akalar. $18 milyon so'rayapti ekan. Bozor bugun gavji. Yaxshilardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Necha pul bo'ldi bu aka? Ha? 10 milyon o'tgan shu qizilg'ini hozir. Necha pul baho aytyapsiz akam bunga? 25 milyon. Bozor necha pul qildi? 25 milyon baho aytilgan ekan. Bozor 21 milyon so'm qildi mana shu hozir. Orqasini indiligini. Ash qarasi bo'ladi. 21 milyon so'm so'rabdi bozor. Necha pul bular bahosi? 22 dan. Bozor necha pul qildi? 22 dan baho aytilgan, 18 ga 19. Bozor so'rabdi. 8 milyonga 19 milyon. Bozor so'rabdi mana shu nojinlar. Mana bu yerda ham savdosi bo'lyapti. Shoir, bundan baraka tomondan men shuni bozorchiga o'tib beraman. Bozorchiga o'tib beraman. Telefonga joylasam bozorchiga o'tib beraman. Insof to'g'ri bor. Shoirjon, men yo'q, olaman. 4 kishi oladi. Bozor bilan yo'lmaydi. Annoy hisob so'ramoqman. Necha pul baho aytdi, necha pul so'rayapti? Sizga 18 milyon. Mana shuni 200 ekan 18 milyon savdo qilyapti. Yaxshi xonadon ekan. Savdosi qizg'in bo'lyapti. 200 ekan 18. Ha bu sotilibdi. Necha pul bo'ldi? 28 milyon. Ona bola beryapti 28 milyon. Ha, ikkita 28 ha? Ha, shu ikkalasi 28 milyon bo'ldi. Mana bunisi. Mana bunisi. Savdosini ko'rsataylik. Necha pul baho aytgan, necha pul so'rayapti? Bu baho 18, 15 ham so'rayapmiz. 18 million baho aytilgan ekan, 15,5 so'rayapti ekan. Narxlar qimillagan ko'rinadi, ozgina qimmatlashgan. Yana fikrlarni yozib qoldirasiz kommentariyada. Avval aka. Assalomu alaykum. Necha pul baho aytdilar shunga? Bahosi necha pul? 15,5 so'rayapti. Bu hali yosh bu. 17 kami bor ekan, 15,5 million so'm so'rayapti ekan. Eski dedi. Mana ular yangi dedi. Bu degani birdan oshib jo'natib ekan degani. Egasini gapi. Egasini gapi. Ha, Yelbi aka, nima bo'lyapti narxlar to'g'risida? Bozor 17 deyapmiz, 15,5 so'rayapmiz. 17 million baho aytilgan ekan, 15,5 so'rayapti ekan. Hozir yuvosh bo'laman. Necha pul bo'ldi bu? 15,5.
Buqalarmi? 15,5 bo'pti. Ha, bu yerda onojinlar bor ekan. 18 dan baho aytilyapti. 18 dan bahosi. Mana shu qoralar 18 milliondan baho aytilgan. Nech pul qilyapsiz, tog'a? Nech pul qilyapsiz? 16 million savdo qilyapti. Hayda. Sanjar do'stimizda ham yaxshilari bor ekan. Sanjar nech puldan bular? Kelishtiramiz, ha? Nech puldan baho aytyapsiz? Bahosini ayting. 18, 17, 16 deyapmiz aka. 18, 17, 16 dan shunday deyapti. Nech pul bo'ldi bu aka? 7 million 600 aka. 7 million 600 bo'libdi mana shu onojincha. On olti, 17, 18. Qaysi birini savdo qilyapti? Mana shuni savdosi bo'lyapti hozir. Mana akam savdo qilyapti. Nech pul so'rayapti? Akam 16,5 dan o'tib ber deyapti. 16,5 mana shuni savdosi bo'lib turibdi. Nech puldan deyapsiz akamni? Asbir aka, qanday? Mana shu. Hozir necha qildi? Sanjarda Lubay vaqti bo'ladi. Hozir nomerni ayting. 93lik. 93lik 728 728 79 37. Telefon qilaverasiz mana orqalari, onojinlarni. Keyingi video mana shunday kichkinaroq onojinlardan ko'rsatamiz.